Ma güynaması ma Norveç'e haddini bilse ben sana yarın bir kıtım dey. Assalamu alaikum, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Mening ismim Nijat. Ba'zilaringlar tanıysizlar yoki tanımaysizlar, Norveç'da yashayman men. Ba'zida bunda bir videolarni so'zlab, bir odam to'g'riliq so'zlab bakmagan, bunda bir odatim yo'q. Ammo men yaqinda biri chiqib islom to'g'riliq so'zlabdi. O'zi Norveç'da yashaydi ekan, ammo qaysi shaharda yashaydigini bilmadik. Buning deyishicha islom dini aldamchilik, yolg'onchilik, to'qilma alan balan ekan. Onun uchun bu bir so'zlash erkinlik ekan, ammo bu men uchun bir haqorat bu. Mening dinim uchun qilingan bir haqorat bu. Şununla bununla o'xshaydiganlari ma Norveç'da yaqinda ko'payib qolsa, haddini bilish hamma. Mushu islomga qarshi so'zlayotganlar. Chunki Xitoyning hozirgi vaqtida Uyg'urlarni yo'qotayotgan hozirgi vaqtidagi eng asosli yo'qotish usuli islom orqali yo'qotyapti. Islomdan yiroqlashtiryapti. Sharqiy Turkistonda Uyg'urning o'lpatini yo'qotyapti, shu islomini yo'qotyapti. Usulusunu, yana birisini yok kılmadı da şu 5 vakit namaz okuşunu, Esselamu Aleyküm deyişini, roz tutuşunu, Kur'an kitap okuşunu çeklevatır Xitay. Xitay ayaktan çeklevatkan bolsa, bu Xitay'ninki kolçumakçıları meyeden çıkıp, hem de İslam'ını naçar gösterdiğin, andak mandak da söyleydiğinleri çıkıp kaptı. Zaten Sinan digeninge İslam'ında özgürep kalmaydı. Ama sen okşaydıgandan bir kançısı ma yıkında çıkıp kaldı. Bazıları sunun astidan İslam'ını yaman köstüdügan, bazıları sana okşaş meclisler çıkıp sözlediğin boldu. Senin dinni erkinlikin, senin işin to'g'ri. Xalisan çoşqı çoqun, xalisan taşqı çoqun, xalisan mozayqı çoqun, nemek çoqunsan çoqun. Ama miyelege çıkıp İslam mati deb haqorat qilish senin haddin emas, haddini bil. Çıkıp deb kitibse ayollarning huquqi yo'q, ayollarni tuvan ko'rdi deb. Eğer yeryüzündeki ayal kişi İslam dininin mujdar güzelliğini düşüngen bolsa, bilgen bolsa, bütün ayal kişi İslam dinine kirdi. Çünkü nima? İslam dininde ayallarga berilgan hukukda. Hiç qanday bir dinde ayal kişiga bundak bir hukuk berilmagan. 1400 yıl burun berilgan ayallarning hukuki. Miras hukuki berilgan ayal kişininki qo'g'dinishga ehtiyojı var. Ma'lum bir inson to'g'ri ustidan. Beşide toy qilishdan burun bu dadisining, akisining himoyasida bo'ldi. Toy qilib bo'lgandan keyin erining himoyasida bo'ldi. Ayol kishining butun chiqimlari hamma narsa er kishininki ustiga yuklangan bo'ldi. Hatto uning qilgan gunohlaridan tortib savobigacha. Ayol kishining eng yaxshi usulni ko'rdigani islom dini payg'ambarimizning ko'rsatgan hadisidagi misollardan ko'rgan bo'ldi. Mening to'g'ri bunday chiqib bunday so'zlaydigan asli salohiyatim emas. Men bir yo diniy olim yo bijim emasman. Veya ki Kur'an-ı Kerim'in yatkı biletkim emez ama bu mening imani burçum çıkıp sözleyip sana okşaşlarınki haddini bildiriş. Bunun okşaydıgandan bir sözleri çıktı hazır. İslam dinini bir xil 1400 yıl burun jirak tıkagan, çöllük tıkagan, Arap'nın dini, Uygurlar terakki kılışımız gerek, bilim bilişimiz gerekti. Dötküyle ma İslam'nın möcüsünü muş yakındaki muş pen teknikiyle ispatlap çıkan alimler Müslüman bu kitaplarda bu dinge tan verip. Ama ma bizim Uygurlarımızga çalıp çıkıp o'qib qo'ygan guyla, beshining keynivlar o'qidimi ya buni? Dindan yiroqlashib ketganda va kafirlashib. Vay İslam dinidan qilibdi. Bu en güzelligi ne? Şu alimli bilyapti bu yerda. O'qiganlar biladi zaten Qur'on nima deydi. Bizning oyatlarimizni olimlar eng yaxshi tushunadi. Bu nurg'un mo'jizlarni yaqinqi nimalarda isbotlab chiqyapti ilim pen yo'q İslamda. İslamda xuddi bularning kallasida qandaqdir desa 5 vaqt namozini o'qiydigan, xatni Qur'on qiladigan, xatnisini qiladigan, bunda o'lib qas ko'mab qo'ydigan, masjidning ichida bo'ladigan bir din deb ko'rib qolganda, asli biz o'zimizga qaytgan bo'lsak, Uyg'ur millati haqiqiy islomiyatni to'g'ri tushungan bo'lsa, Xitoy bizning vatanimizda bir kun o'tirolmaydi. 1931 yılı 2. ayının 28. günü, ben tek yakında anladım bunu Hacı Kutluk diyen akımızdan. Turpan'da bir ambal Xitay, bir Uygur kızını alımen diye vaxtıda şu yerde cihat başlanıp Uygurlar şu Xitay'a karşı. Şarkı Türkistan'dan kuruluşu vesile olan dedi. Bir Uygur kızını alımen diye. Eğer biz hazır şunda bulalığın bolsak, bizim Uygurlarımız ayada kutulup çıktı. Ama biz İslam'la tek düşünmeyimiz dedi. İslam'la tek yaşayamayımız da özümüz. Yani bunun için elbette memnun var. Bu şunda hakaret kıvesi mi?
Naqil uriverse yig'ir eshak bo'ladigan bir uriverse utoqmoqlar uriverse mangma eshak bo'lgandek bo'ldik bizmi? Xitoy aşı anamızga hujum qilib bo'ldi, sonimizga hujum qilib bo'ldi, uyimizga kirib yetib bo'ldi, bolalarimizni o'ltirib bo'ldi, olimlarimizni o'ltirib bo'ldi, o'limalarimizni o'ltirib bo'ldi. Hamma narsamizni egallab bo'ldi, tariximizni buzib bo'ldi, tilimizni buzib bo'ldi, hamma narsamizni buzib bo'ldi, ammo hozirgacha uxlayotimiz biz. Endi ma'nunga o'xshash sarango'yning olari chiqib islomga hujum qilsa, buningga o'tirdigan bo'ldik biz. Abduqodir Damollam uyg'otamagan millatkanmizdik biz. Abduxoliq Uyg'ur uyg'otamagan millatkanmizdik biz. Bugungi hikoyaga o'ylanmaymiz. Mushunchalar qirib etsa, mushunchalar 5 million xalqimizni shu yerga akirib, o'ldirib, ko'ydirib yo'q qilsa, hozirgacha Xitoyga chiqilmay turib, vatanga berib keladigan ishlar ko'payib ketdi hozir, to'g'ri emas. Numus, g'urur, vijdon qamag'ashqa bizda. Ya biz qachongacha o'ylanmaymiz ey. Ma'nunga o'xshash saranglarning chiqishiga qachongacha yo'l qo'yamiz biz? Bunda saranglarga to'sib qolmaydi, ammo mening ichimning echishligini ma Uyg'urlarimizning mushunda sarangulninki chiqib so'zligiga angliqib o'tdag'inimizchu. Payg'ambarimizning ismini ming chaqirimdan anglaganda kofirlar qo'rqidi ekan, to'q islom ana shunda kuchlik. Unda mumsiyib o'tirgandan emas bu. Qanday qilamiz endi o'zimizning hayotini yashay, yo'q ishga aralashmaylik. Bu bunda saranglarga bir nima qilolmaydi, o bo'lmaydi, bu bo'lmaydi deb yashayvergachga biz cho'nglarimiz bo'lsa, yoshlarımızga tarbiya qilgan vaqtida vatan uchun jihad qilishni, urush qilishni o'rgatmay, fikam nima ish qilsa yoqmaydigan ish qilish, uningdan uyingni ilib, xizmatini qilib, balangni boqsang, shu vatan uchun xizmat. Bu vatandagilar o'lib ketaverib bordi. Cho'nglarimiz bo'lsa, yoshlarni bir uyg'otilar, bir urush qilg'izilar mana Xitoyga qarshi. Bir Uyg'ur qiz uchun shunchalar Uyg'ur shehid to'pdan yoshlarimizni kutilib, Yevropada, chet elda Uyg'urning yoshlari xili batdiq biz. Malani yig'ib, Xitoyga qarshi bir mush qilib atilamiz deydigan cho'nglarimiz yo'q texe. Bo'lsa WhatsAppdan chekirib, bir-biringlar bilan g'iybatlashsanglar, biz-bizning gapini bir-biringlar avassanglar, axloq degan mushida mana. Ya bu biz tuzatmamdik o'zimizni biz. Biz o'zimizni tuzatmasak, mushunda go'ylar bizning ustimizdan haqorat qiladi. Biz aslimizga qaytmasak, yo'lbos yo'q tog'dan maymun podshoh bo'libdi degan mushunda bo'ladi mana. Biz qachongacha aslimizga qaytmaymiz biz. Hammaga hadab o'tab ketamdik. To'g'ri, Uyg'urimdan faxrlanmayman, Uyg'urimni shunchalik yaxshi ko'raman. Uyg'urimdan isillar va bo'lib shu g'uljidagi shu ochliq yuz bergan vaqtida men Uyg'urimni tunutib qaytdim. Bu millat po'lat tablangandak millat bu. Ustiga Xitoy uraverib po'latdek bo'lib ketgan millat bu. Xitoy shunchalik asimi, bitta uyda non, may, ubu bo'lsa, xalqini qutuldirman deb, ashunda birlashadigan millat bu. Milletimden faxrlanma. Ama milletimning ichida mana daşqallar var. Mushunda daşqallarni biz tozlamasak, mushunda daşqallarning adibini bermasak, biz birlashmasak, biz milletimiz uchun, vatanimiz uchun bosh qatdimisak, vatanga ketganlari vatanga ketdi. Vatanga qanday beryapsizlar qarindoshlar? Biz millatda vatanni, dinni ota-onamizningki oldiga qo'yolmaymiz. Hamma narsada ota-onamiz muhim. Chunki ota-onamiz shunda ko'ndirayotgan. Balam ani aralashma, balam mani qilma, balam ani qilma deb ota-onamiz muhimda bizga. Shu ota-onamizning ko'gini bormiz vatanga. Vatanimizni talang-talaj qilib karimiz yo'q, ota-onamiz muhim bizga. Bu ota-onaning bir o'rni bor. Ota-ona vatandan muhim bo'lolmaydi. Ata-ana dindan muhim bo'lolmaydi. Hammadan tilish qarab o'tirib, bunda qilsak bo'lmaydi buni. Ma guyning vasi men Nurgiyatga haddingni bilsam, men sana yana bir qitim dey. Mening dinim haq din, bu mening dinim. Buni qo'g'dash majburiyati menda. Sen Tangringga inanamsan, ya'ni vijmonga ishonamsan, nimanga ishonsang ishon, bu sening ishing bu. Ammo mening dinimga haqorat qiladigan, to'qilma, yolg'on deydigan narsani to'xtat. Haddingni o'shingni bil. Uyg'unalik qarindoshlar. Bu vatanning davosi bu, bir mustaqillik davo bu. Bu bir qandaqdir qirg'inchilik davosi, ya'ni bijimi davosi, 7-ning 5-ning davosi, ya'ni bijimning davosi emas bu, yoki kishilik huquq davosi emas bu. Bu tuproqning masalasi bu, bu davlatning masalasi bu. Butun Uyg'urimga Xitoy yaxshi muomala qilsa-mu, vatan bo'lish kerak, avval vatan bo'lgan vaqtida ananikin bo'ladi. Vatanni qutuldimmidik texe, vatan qutuldirish u yoqda tursin, hech ish qilolmadik texe. Birleşiyle undaq quruq narsalarni, quruq siyosatlarni asta yig'ishtirib, tashkilotchilik bilan yig'ishtirib, vatanni qanday qilganda olamiz. Tamam, jon beramiz mana. Vatanni qutulirish uchun Xitoy kofirlarining mehnat qilgan zaminni shu bizning qinimizdan yuyimiz, boshqa yuyish usuli yo'q. U mehnatni qon bilan yuyimiz chiqmaydi u mehnat. Mana bizning qinimizdan yuyinglar.
Şu siyasetten aldı demeyen vatkallar. Bana kim gerek, bana nemi gerek diye da vatan gerek diyorlar. Bunda yaşlar nurgun var. Şu vatanga çıkıp vatan için uruş kılı, köreş kılı. Cihattan başka yol yok. Uruştan başka yol yok Xitayga. O da üstelinin üstüde yenilmeyse ham xiyal o. Şarkı Türkistan işki qitim kurulgan vaqtda şu uruş bilen kurulgan, cihat bilen kurulgan. Kahramanlarımızın kanlarının bedeli kelgan. Bunun kimi keladi inşallah. Uşaqma bunumuzun uçudaki Gojiniyaz ağacım qo'xshash bunumuzun uçunu ko'rdigan, yana birilar qo'xshash bunumuzun uçunu ko'rdigan da bo'lmaydi. Abduqodir Damollarning keyindan pichoqlab o'ltirgan millat biz. Kichikina menfaatlar uchun. Onda kichikina bir tashkilot menfaati uchun bunda qilib ketmayli. Buning 100 yili var, buning 200 yili var. Buning keyin keladigan avlodlarimiz var, bolalarimiz var. Vatanda yashasin. Mening vatanimda deb yashasin. Şu vatanlarimizda azon ovozlari anglansin. Xotirjam o'zining dinini shu yerda yashasin. Xotirjam o'zining bayroqlarini, davlat bayramlarini shu yerda o'tkazsin. Sarganda bo'lib bizda yurmisin masjidlarda.